Bir pasda shuncha uyni qurib tashladim-a. Shunchaki o'yinchoqlardan yasalgan bu uylarni buzish va yana xohlagancha qayta qurish mumkin. Ammo haqiqiy hayotda buzish, qurishlar ancha qimmatga tushadi. Toshkent shahri Sergeli tumanida yerlarni o'zboshimchalik bilan egallab olib, undan noqonuniy foydalangan tadbirkorga ham aynan shu mavzu haqida juda ko'p marta gapirildi, tushuntirildi. Ammo u men bu qurilmaga qancha xarajat qilganman, shuni bilasanmi? Buzishga umuman haqlaring yo'q, deya qarshilik ko'rsatdi. Shundan so'ng mazkur holat sudda ko'rib chiqildi va tadbirkor qurgan bino buzilishi haqida qaror chiqarildi. Qarzdor MCHga ushbu ijro hujjatida ko'rsatilgan talablarni bajarish uchun, ya'ni ixtiyoriy muddat berilgan edi. Biroq ushbu ixtiyoriy muddat berilgandan so'ng ham qarzdor tomonidan talablar bajarilmadi. Shundan so'ng manzilga chiqib, majburiy tartibda ushbu qurilma buzildi hozirgi vaqtda. Ixtiyoriy muddatda bajarilmaganligi sababli unga ijro yig'imi chiqqan edi. Ijro yig'imi to'lattirilib, ijro hujjati tamomlandi. Maslahatli ish tarqamas. Qachonlardir ota-bobomiz aytib ketgan bu so'zda hanuz jon bor. Biz siz qurayotgan katta binolar u yoqda tursin, kichik bir o'chog'ingiz ham buzilishini istamaymiz. Qachonki u qonuniy yo'llar bilan qurilgan bo'lsa.